Abbos, men sizga hozir bitta formula ko'rsataman. Mana shu formulani qilgan odam qurilish biznesiga kirib, kamida 1 million 2 million ko'tarsa bo'ladi. Formulasi bormi buni? Конечно, formulasi bor. Men sizga hozir ko'rsataman. Ko'ring. Birinchi navbatda yer olishingiz kerak bo'ladi. Yerni kimdan olasiz? Masalan, bu katta investorlardan yoki realtorlardan. Получается, yer topganingizdan keyin разрешительный dokumentni sizga yurist qilib beradi. Разрешительный dokumentni bo'lganingizdan keyin proyektirование boshlanadi. Proyektirование boshlagandan keyin arxitekturni byuro o'zi qiladi hamma narsani. Управление proyektim bo'lsa agar bitta project manager olib qo'ysangiz agar, u project manageringiz genpodrat bilan subpodratni boshqarib beradida. Keyingi etap investitsiya topishingiz kerak yoki bu mikro investorlar, mayda bo'lib ketadi yoki крупный investorlar. Keyingi etap bu finansiy buxgalteriya, masalan, finans topishingiz kerak bo'ladi. Kamiga bitta zo'r bo'lsa agar 3 ta finansist normalniy proyektni pulini sanab, yaxshi buxgalteriyasini aytadi va отчетlarni topshiradi. Xo'p, oxirgi etap bu marketing va отдел продаж. Men shuni qilsam agar, men quruvchi bo'lsam bo'ladi o'sha. Buni kimga jo'natib qo'ysa bo'ladi videoni? Buni o'sha qurilish biznesiga kiraman degan 1 million 2 million dollari bor akalarimizga jo'natib qo'ysangiz agar zo'r bo'ladi. 1 million 2 million bo'lmaganini nima qilsam? Qancha like bosib turibsiz, to'g'ri?